qanday qilib biz haydovchini 30 kun hachaba ushlab tura olamiz? Misol uchun sizda shunaqa yuklar bo'ldi, sizda shunaqa muammolar bo'ldi. Qanday qilib siz driverni ushlab qolishingiz mumkin? Avariya qildi, damage qildi. Birinchi bo'lib driverga telefon qilib, ozgina tushuncha berasiz. Hurmatli haydovchi, men hozir boshqa kompaniyaga ketsang, seni menga employment backgrounding keladi va employment backgroundni men feedback berishga haqqim bor. Employee sifatida. Что sen ketsang, mana shunaqa tashab ketding. Bu seni degan yomon ta'sir qiladi va boshqa ish beruvchi ham bu narsa haqida biladi. Bu narsa уже vaqt soati kelib har bitta kompaniyaga borayotganda kelib chiqaveradi. O'shaning uchun seni iltimos qilgan bo'lardim. Keyin biz bir-birimiz bilan urushmaymiz-da, mana shu damage bo'lgan ishni birga hal qilamiz. Men senga qanchadir yordam berishga harakat qilaman, lekin to'g'ri tushunga bu seni aybing bilan bo'ldi. Agar sen mana shu tormozni bosmaganingda, mana shu joy damage bo'lmasdi. Yoki ozgina yo'lga qaraganda mana bu treyler mana bunaqa bo'lmasdi, daraxtga urilmasdi. Ko'p narsalar aslida bizani kommunikatsiyamizga bog'liqda. Biz o'sha ishdan qochmasligimiz kerak, hurmatli do'stlar. Va mana shu hammalarni shu darsga kirib o'qiyotganlaringdan ham men juda ham minnatdorman, chunki aynan mana shunaqa select gruppamiz orqali biz sizlarga o'xshagan entuziast, qiziquvchan va shu sohadagi topoviy urovingga chiqishga harakat qiladigan odamlarga eng qulay insightlarni berishga men Sunnatullo Abduhakimov, Lucid Logistics Academy, Huntme va Loadmode kompaniyasi asoschisi sizlarga yetkazib berishga kundan kunga xursand bo'lib boryapman va xudo xolisa bergan bilimlarim sizlarga yaxshi natijalar berishi degan umiddaman.